Yo, assalomu alaykum qarindoshlar, qanday holinglar? Yaxshimi? Vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mablag' silish qatorlik mablag' sanchaqda ehtiyojchan bo'ling, ham o'zingizga xos uslubda mablag' silishni o'rganing. Kechiringlar, yaqinda men ekran chiqarib sizlar bilan ko'rishib so'zlab beramadim. Chunki yaqinda shu men tizimni bir operatsiya qildim. Kichik operatsiya. Shunda o'smi ba'zan qarindoshlarimizning so'rashi bilan men yana chiqib sizlar bilan yuztirana so'zlab beray deb ekranning oldiga chiqdim. Men bu yaqinda shu o'zimni ko'rsatmay turib, o'zim videolarımni ishlagan, kompyuterimda ekranimni ko'rsatib turib, ba'zan narsalarni tushuntirib, lekin ba'zan qarindoshlarimiz yana chiqib so'zlab bersangiz degan talablar bilan chiqib so'zlayapman. O'tirib so'zlab qoldim. Kechiring, bek markatchan bo'lamadim. Keyincha hammasini to'liqlab beraman. Endi bugun masalaga so'zlab bermoqchi bo'lganim bo'lsa, meniki rasmiy shu doskaning oldida yaxshi tushuntirib so'zlab bergan bati, u bo'lsa Bitcoin. Bitcoinning boshdagi taraqqiyoti qanday kelgan, u bu jihatlardan hammasini so'zlab bergan bati. Lekin unda qilmadim. Keyincha yana fursat bo'lib qolsa so'zlab beraman. Endi meniki qonunlarni ko'rayotganlarning hammasi bildi. Men o'zim Bitcoinchi emas. Hozirgacha o'zim shaxsiy hisobotimda hech qanday Bitcoin apaqmadim. yoki boshqa coinlarni apaqmadim. Men faqat hozirgacha ularni kuzatyapman. Taraqqiyotlarini, kelgusida zodi qanday bo'ldi degan yerlarni. Lekin men endi kelgusida mengu olmayman degan gap emas, balki bir yerlarga berib, kallamda o'tib qolsa, keyin ilishim mumkin asosda. Ham hozirmi ba'zi shunchaki yuqorilab ketdi. Endi meniki bu Bitcoin bo'lgan bilimim bo'lsa, menimcha o'zim nurg'un Bitcoin nima tushunaman, kelgusiga ishinaman deganlardan jiqroq tushunaman, lekin men yalla o'zimni jiq tushunmayman deb bilaman. Chunki buniki rasmiy qimmat yarata oladigan yerlardan men qimmat yarata oladigan yerlarni ko'ramadim. Men endi men bugun sizlarga so'zlab beray. Bitcoin'niki o'ziniki qimmat yarata oladigan yerlardan men 4 xil nuqta bilan xulosaladim. 4 xil nuqta. Birinchisi bo'lsa, hammamiz deb kelayotgan decentralized, ya'ni o'rtalikda hech qanday hukumat yo'q, hech qanday vosita yo'q. Masalan, biz odatda pullarni yotgan vaqtimizda yoki boshqa davlatdagi tunishlarimiz yotgan vaqtimizda, yo bo'lmasa boshqa mashg'ulotlarni qilib, yo sotsiyada qilgan vaqtimizda o'rtalikda chuqur bir vosita bor. Bir bank bor. Banka bizni mashg'ulot pul oldi, banklarni kontrol qiladigan hukumatlar bor, qonunlar bor. Yoki bo'lmasa hozir yangidan chiqayotgan texnikalik PayPal, yo bo'lmasa Square degandek saytlar, yo bo'lmasa vositalar bor, yo bo'lmasa biz odatda ishlatadigan Mastercard, American Express, Visa degandek kartlar bor. Bularning hammasi sizdan o'rtalikdan ozroq mashg'ulot pul oldi. Banklar azroq oldi, PayPal, Square'lar avvaldan sistemlar bor. Masalan, shu Mastercard, Visa'larmi sizdan yoshirin haqqi oladigan, o'ziniki tafovutini qiladigan haqlar bor. Ularni masalan shu sotuvchilarniki mahsulotlardan azroqdan chiqarib oldi. Andan keyin bu sotuvchilar siz ularniki mahsulotini sotib olgan vaqtingizda shu mahsulotning bahosiga azroqdan qo'shib qo'ydi. Shunchalik oz nisbatda. Shunday qilib o'ziniki tafovutini qildi. Endi Bitcoin bo'lsa, u cho'qim o'rtalikda hech qanday vosita yo'q, u bir faqat shifrlik pul bo'lg'achqa vosita ketmaydi. Uniki bilak zanjir sistemasini men tushuntirib beramadim, bugun doskalar yo'q. Keyin men tushuntirib berman, lekin uni bunda tushunsak bo'ldi hozircha. Masalan, shifrlik pul odatda shu shifrlar bilan tuzalgan bo'lg'achqa, andan keyin siz odatda bir mashg'ulot qilib pulingizni yotgan vaqtingizda sizga 2 xil shifrlik nomer berdi. Birisi bo'lsa, xalqlarimiz ko'ra oladigan shifrlik nomer, ya'ni biz bilak zanjiri degan vaqtimizda bu bilak baribir bir bilak zanjirda 4 mashg'ulot bo'lishi kerak. Bu 4 mashg'ulot hammasi bir-birisiniki shu shifrlik nomerini ko'ra oladi, ham bir-birisiga isbot bo'ldi. Shuningga bir-birini isbotlaganligi uchun buning o'rtalikda hech qanday vosita ketmaydi. Ham bu shifrlik pul boshdan oxirigacha hammasi shifr bilan tuzalgan bo'lg'achqa, andan keyin siz mashg'ulot qilgan vaqtingizda faqat bu shifrning o'rtadagi bir qismini, ayrim bir qismini sizga berdi. Siz uni ishlatsangiz, u o'zingizniki bir shifr bo'ldi.
Bu şifrniki har bir şifrni o'zgartirmaysiz. Bu sistemni manga o'zgartirmaydigan qilib etgan. Agar buni o'zgartib ham qolsangiz, butun shifrlikni hammasini xatolik chiqadi. Shuninga buni o'zgartirib bo'lmaydi. Shundaq bo'lganligi uchun buni o'rtalikda hech qanday vosita ketmaydi. Amaliyotda bu shunchalik odamni hayron qoldirgidek bir texnika. Shu jihatdan balkim qimmat yarata oladi deb qaraldi. Anaki sizga yana bir xil shifr berdi. U bo'lsa, sizniki maxfiy shifringiz. Uni faqat o'zingiz bila olasiz. Ham shu pullarni yotgan vaqtlaringizda ishlata olasiz yoki coinlaringizni chiqarib olgan vaqtlaringizda. Bu shifrni lekin jutursangiz bo'lmaydi. Jutursangiz balkim bu coinlaringiz mangu chiqara olmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Buningki endi bu yerda birinchisida o'rtalikda vosita yo'q qimmat yarata oladi degan yerda, masalan, biz hozir qarab boqaylik. Menimcha hozircha dunyoda %90% odam coinlarni almashtirgan vaqtida o'rtalikda cho'qim bir vositani ishlatadi. U bo'lsa, biz hozir bildigan Xitoylarniki Binance, Coinbase, Voyager degandek mushundaq saytlar bor. Bular siz har bir qitim ishlatgan vaqtingizda o'rtalikdan pul oldi. Demak, ularmi bir vositaga kirdi amaliyotdan. Vositasizmi ishlata olasiz, lekin u hozircha rasmiy yuzlanmadi. Siz hozir vositasizni ishlatsangiz, balki o'zingizni so't qiladigan udul kelgan odamlarni topolmasligingiz mumkin, to'yqsizlar. Bu vositachilar endi sizga osonlik yaratib beryapti. Lekin 90% tek odamlar shu vositalikni ishlatyapti. Shuning bilan qanday bo'ldi degan chog'da bu birinchi qiymatini yaratolmadi. Bu birinchi qiymatini yaratgan yeri ishlanmay qoldi. Hozircha balkim kelgusida yana o'zgarishi mumkin. Ikkinchi qiymat yarata oladigan yeri nima degan chog'da, masalan, Bitcoin'niki qiymati boshqa qiymatlar bilan ancha aloqalashmaydi. O'zi shifrlik bo'lganligi uchun, masalan, agar bir krizis yoki pul paxallig'i kelib chiqqan ishlar bo'lib qolsa, siz bir qism pulingizni, mol-mulkingizni Bitcoin'ga yo'tkab sap qo'ysangiz, krizislar bo'lib, bu mol-mulkingizniki qiymati tushib ketgan vaqtida Bitcoin qiymatini saqlab qola oladi deb qaraydi. Lekin hozir biz qarab boqaylik. Masalan, bultur 2020-yili virus tarqalgan vaqtida, eng chong krizis yuz bergan vaqtida butun dunyoniki hamma qiymat tushib ketgan. Shu Amerika paychaklarining 30% tushib ketgan. Bitcoin bo'lsa, eng yuqori bahasi 2017dagi $19,000 qiymatidan $3,800 ya'ni 80% qiymatini yo'qotib tushib ketgan. Demak, bu jihatdami hozircha texi qiymatini yarata olmaydi. Bu ikkinchisi. Undan so'ng uchinchi qiymat yarata oladigan yeri nima degan vaqtda, bu nihoyatda muhim. Ya'ni nurg'un odamlar Bitcoin'ni kelgusida pulning o'rnini ola oladi, ham eng osonlik pul bo'lganligi uchun, shifrlik pul bo'lganligi uchun, buning texnikasi shunchaki yaxshi bo'lganligi uchun pulning o'rnini ola oladi deb qaraydi. Lekin rasmiy ola olamdi? Biz qarab boqaylik. Bu shu 4 xil qiymat yarata oladigan yerning ichida birinchi bo'lib mushningdan faqat qiymat yarata olmaydi. Hargizmi qiymat yarata olmasligi mumkin. Bitcoin'niki sistemasi o'zgartirib bo'lmaydi, ham uning sistemasini cheklik qilib yaratgan. Bitcoin'niki qolsangizmi eng oxirgi berib faqat 21 million tal Bitcoin qazolaysiz. Uni 2140-yili andan keyin qizib olasizlar. Bundan jiq odamlar mau Amerika dollari pul bosilgan qimmat, pul paxallik qimmat, ya'ni inflationary currencylardan qaragancha yaxshi qimmatini saqlay oladi, texnik yaxshi texnika qimmat deb qaraydi. Lekin shunday qimmat bu bizningki iqtisod sistemimizga kira oladi. Masalan, men boshqa murakkabroq deyishdan burun men osonroq dey. Osonroq bir misolni qilib beray. Masalan, shu Bitcoin'niki qimmatiga ishongan bir odam, nihoyat sodiq, buniki kelgusida cho'qim dollarni o'rnini ola oladi deydigan bir odam, u Bitcoin'ni chiqarib, hargizmi chiqarib bir narsaga tegashmaydi. Ham bir narsaga setib olmaydi. Hargizmi uni ishlatmaydi. Unda qilishning o'zidan bir dunyo bo'yicha eng ashaddiy nodonlik bo'ldi men uchun. Chunki nima uchun degan chog'da, masalan, siz bir tal Bitcoin'ga $50,000 Tesla'ni tegashdingiz. Tesla'ni olgan vaqtning o'zidan
25%lik qiymatga tushib ketadi. Kelasi yil bo'lsa 50%, 10 yildan keyin bo'lsa 90% qiymatini yo'qotadi. Lekin Bitcoin bo'lsa atlikka, ya'ni uningdan qimmat 50 ming dollar, 60 ming dollar bo'lishi mumkin. 1 yildan keyin 100 ming dollar, 10 yildan keyin 1 million dollar bo'lishi mumkin. Agar siz uning qiymati shunda bo'ldi deb qarasangiz, hargizmi uni pul qilib ishlatmaysiz. Agar uning qiymatini ishonmaydiganlar bo'lsa, albatta uni Bitcoinni ishlatmaydi, Bitcoinni sotib olmaydi. Shunaqa bu eng oddiy tushunchada Bitcoinni pul qilib ishlatib bo'lmaydigan yeri. Chunki u degan deflationary. Ya'ni pul qisliq qimmat. Deflationary degan biz odatda bu Amerika dollarlarini inflationary deymiz. Ya'ni pul pahallik qimmat to'xtamay qiymatini yo'qotadi. Masalan 1970-yildan boshlab hozirgacha Amerika dollari 50% qiymatini yo'qotib bo'lgan. O chaqda siz 1 dollarga olgan narsangizni balki hozir 1,5 dollar yo 2 dollarga olasiz degandek gap. Shunday yerlar bo'lg'achqa yana qanday bu sistemaga kirmaydi degan chaqda. Masalan, Amerika dollarimi shu 1970-yildan burun inflationary emasdi. Deflationary emasdi. Chunki Amerika dollari oltin bilan bog'liq. Oltin odatda inflationary emas, deflationary emas. Chunki siz necha ming yildan burungi oltinniki tarixlari qarasangiz, oltin shu chaqlarda qanchalik oltinga, qanchalik miqdordagi oshliq yo bo'lmasa mahsulot sotib olib bo'lgan bo'lsa, hozirmi shunchalik oltinga, shunchalik oshliq yoki shunchalik mahsulot sotib ola olasiz. Demak, oltinniki qiymati o'zgarmagan. Hozirgacha shunga oltin bilan baslashtirib, boshqa qiymatlarniki deflationary yoki inflationaryligini bila olasiz. Shunga 1970-yildan burun 71-yildan burun Amerika dollarimi shundaqdi. Lekin nima uchun shunda yaxshi bir qimmatni o'zgartirdi? Chunki dunyoniki sistemasini kirgizish uchun, dunyoni texnik ishtik taraqqiy qildirish uchun, dunyoga texnik foydalanib olib kelish uchun. O chaqda masalan butun Amerikaliklarningki boyliqlari shunchalik ishtik o'sib ketgan, o'zining dollarininki qiymati o'skachga, boshqa davlatlarning pullari qaragan chaqda. Lekin yana boshqa masalalarni olib kelgan. Masalan, korxonchilarga pul yetmay qolgan, ularga qarz bergan pullar yetmay qolgan. Ondan keyin biz yana shu Amerika dollariniki sistemasini yaxshi tushunishimiz kerak. Bu nihoyat muhim. Amerika dollariniki sistemasi qanday degan chaqda butun dunyo ishlatadi. Boshqa bir davlat bilan yana bir davlat so'z setib qolgan vaqtida cho'qim Amerika dollarini ishlatish kerak. Hozirga qadar shundaq. Yani bu sistemmi butun dunyo uchunmi, ham Amerika davlati uchunmi nihoyat muhim. Ham mush sistemasiga hozirgacha hujum qilayotgan, bu sistemasi o'rima deyotgan davlatlar bor. Rossiya, Xitoy, Xitoymi yaqinda bu shifrli yuan deganni bekorga chiqaramiz demadi. Cho'qim shu Amerikaning sistemi, dollar sistemasini o'raymiz. Bizmi so't setib qolgan chaqda shu yuan, shifrli yuanni ishlatamiz degandek ideyalar bilan chiqaryotdi. Amerika davlati uchunmi bu sistema eng muhim. O'ziniki demokratiya yoki boshqa qonun sistemasi, hukumat sistemasi deganlardan qaragan chaqda mush sistemasi eng muhim. Men bu burun sizlarga deb kelgan shu 5-6 qismlarda bu qiymatning qanchalik muhimligini. Andan keyin bu Amerika dollarini butun dunyoga bo'lgan to'hfasimi shunchalik yuqori. Shu 1971-yildan boshlab dollar sistemasini oltindan bog'lanishdan chiqarib o'tgandan keyin butun amdi shu chaqdan boshlab pul bosqanligi uchun Amerika dollari texnik jiq bo'lganligi uchun butun dunyoga ishtik tarqalganligi uchun butun dunyoniki GDP'si ishtik o'rildi. Taraqqiyoti shunchalik ishtik bo'lib ketdi. Shu 50 yil qarab baqsangiz, dunyodagi taraqqiyot shunda ishtik, nomratchiliklar yo'qolib ketdi. Nurg'un odamlarda pul bor. Shunda bo'lganligi uchun hozirmi nurg'un odamlar mushtaq fursatparast yoki qimorlilik mushtaq vositalarga mablag' solib ketdi. Masalan, Bitcoin yoki boshqa shu qimor o'ynaydigan yoki paychaklarniki qimor shakllik o'ynashlari, agar uningdan burun qarasangiz, odamlar shu paychakka mablag' solishdan qo'rqaydi. Shuningdek 1929-yildagi eng chong krizisni olib kelgan. Bu shu meniki 3-chi
Muşu pul bula alamdı, muşiyatdaki qimmatini yarata alamdı deydiganki sal ko'z qarashlarim. Anaki muşiyatdan yana bir yani esam, masalan, hozir yangidan chiqayotgan DeFi degan nima degan chog'da decentralized finance. Biz odatda centralized finance ishlatamiz. Masalan, men agar bir uy yoki bir korxonamga pul lozim bo'lsa, men bankaga berib qarz olaman. Qarz olgan vaqtimda bu centralized finance bo'ldi. Andan keyin men bankaga o'sim to'layman. Hamda bu shu DeFi'ni taraqqiy qildirayotgan, shunda izlanayotgan organlar va shirkatlar bor hozir, lekin rasmiy hozir dastlab turg'idagi bir yay kelmadi. Lekin yana davomli taraqqiy qildiryapti. Lekin meni bu tarafdan kallamda o'tmaydigan yerlari. Masalan, men DeFi'larni taraqqiy qildirayotgan shirkatlarga berib, men uy seta olmoqchi edim, menga o'sim berib tursanglar deb Bitcoin olgan bo'lsam, Bitcoinning o'zi deflationary bo'lganligi uchun, u chog'da men balkim bu organga o'sim to'lamayman. Balki bu organ menga o'sim to'lashi kerak. Logika bilan aytgan chog'da. Chunki mening qo'limdagi Bitcoin qiymati eshiyotidu borgan sari. Men u chog'da nima uchun senga o'sim to'layman? Lekin yana bir tarafdan aytgan chog'da ularmi hargizmi bu qiymati eshiyotgan coinni menga o'sim qilib berib turmaydi. Shuni bu sistemni qandaq yetildira oladi, mening qalbimda o'tmadi. Masalan, burun P2P degandek mushta o'sim berib qarz berib turgan sistemlar bordi. Bularni ahmay keyin portlab hamma odamni ziyonga uchirg'izayotgan. Bularni taraqqiy qildirib qanday yetadi, men hozir uni ko'ramadim. Bu meniki 3-chi qimmat yaratadigan yerlarga ko'z qarashlarim. Anaki bu 4-chi bo'lsa, meniki eng ishindigan shu qimmat yarata oladigan yerimi balki shu 4-chisi bo'lishi mumkin. Endi buni parangish baqaylik. Agar Bitcoin u agar pul bo'lamasa, u unda vaqtida bir mablag' soladigan vosita bo'la olamdi. Menimcha bo'la oladi. Lekin odatda mablag' soladigan vositalar ikkiga bo'linadi. Birisi qimmat yarata oladigan qimmat yoki qimmat yarata oladigan mulk. Buni biz productive assets deymiz. Masalan, paychaklarga o'xshash. Paychaklarniki keyinda shirkatlar bor, o'zining qimmati bor. Bu qimmat bu shirkatlarniki o'zining mahsulotlari bor. Bu mahsulotlari davomli taraqqiy qilayotganda bu mahsulotlarniki qimmati eshiverdi. Bu shirkatning qimmati eshiverdi. Bularniki shunaqa bularni qimmat yarata oladigan mal-mulk yoki productive assets deymiz. Yana birisi bo'lsa, qimmat yarata olmaydigan mulk, ya'ni unproductive assets. Bular qanday degan chog'da, masalan, oltin, kumush, shu dollar deganlarning hammasi qimmat yarata olmaydigan mal-mulkka kirdi. Lekin bularda nima bo'lish kerak degan chog'da, odamlarningki ishonchisi bo'lish kerak bularga. Masalan, shu pul sistemasi eng burun kashf qilingan vaqtida odamlar shu dengiz bo'yidagi shu shells deymiz, shu qulul qipi degandek shu qoplarni ishlatib, narsalarni tegishib, eng chiroyliklarini, yaxshilarini, yo'g'onlarini ilib, shu narsalarni tegishib, shu pul qilib ishlatdi. Hatto ba'zilarmi shu chog'da o'zlariniki boylig'ini ko'rsatish uchun bu yerlarga marjon qilib esib oldi. Undan keyin u asosda taraqqiy qilib, shu kumush, oltinlarni ishlatgan bo'ldi. Keyin bularni ip yurish apsiz bo'lg'achqa asosda hujjat qog'oz tamg'alarni besib turib, shu qog'ozlarni ishlatib, keyin bular taraqqiy qilib, hozirgi pulga o'zgardi. Demak, bularning hammasiga nima bor degan chog'da odamlarningki ishonchisi bor. Men sizlarga burundan deb keldim. Shu Amerikaniki puli, Amerika dollari dunyo bo'yicha eng shu ishonchli qimmat deb. Nima uchun degan chog'da, masalan, Amerikaniki bu dollardan keyinda dunyo bo'yicha eng odamlar ishonadigan eng cho'ng hukumat bor. Eng odamlar ishonadigan bir xil siyosat sistemasi bor. Ba'zan davlatlarda agar ishga urush bu qalaymiqanchilik yuz bersa, ularniki pullari tezlan paxalliq bo'lib, pullarniki qiymati tushib ketadi. Anaki nima uchun degan chog'da bu odamlar hammasi ko'plari Amerika dollariga almashtirib oldi. O'ziniki mal-mulkining qiymatini saqlab qolish uchun. Shunaqa bular
Amerika'nınki dolarının kıymetiga ishindi. Ham bu Amerika dolarının hukumatlarning keyinda yana nimalar bor degan chog'da shu paychaklar bor. Dunyoning eng yaxshi shirkatlari bor. Bu shirkatlarda dunyoning eng yaxshi mahsulotlari bor. Eng yaxshi taraqqiy qildirayotgan, eng ishonchli sistemasi eng yaxshi shunday shirkatlar bor. Bu shirkat bu mahsulotlarning keyinda yana nima bor degan chog'da dunyodagi eng bilimdor odamlar bor. Masalan, Amerika o'zining davlatining paravallari nurg'un davlatlarga yetmaydi. Hatto paravallari yo'q deyarlik. Masalan, Avstraliya, Kanada, Norvegiya degandek nurg'un yaxshi davlatlar bor. Lekin mushundaq yaxshi paravalliq davlatlarmi bu dunyodagi eng bilimdor odamlarni o'ziga jalb qila olmaydi. Shu Amerikadek. Amerikaniki bu sistemasi shu mahsulotlarning, shirkatlarning yaxshi bo'lganligi uchun, hukumatlarning yaxshi ham kuchli bo'lganligi uchun, hatto o'zi xalab turib, o'zi mayli assimilyatsiya bo'lib ketsam, mayli mushlarning madaniyatiga kirib ketsam, mayli deb turib, o'zini shu yerga jalb qildi. Mush narsalarning hammasi kelib, nima bo'ldi degan chog'da Amerika dollarining ishonchisini ko'tardi. Endi bu Bitcoinga shunchalik ishonch bog'liqli bo'lamdi. Menimcha bu Amerika dollarigachilik yetmasligi mumkin, lekin shu balkim oltinlarning o'rnini ola olishi mumkin deb qaraydi ba'zilar. Balkim shunday bo'lishi mumkin. Bunda bo'lib qolsa-mu, ba'zan yerlarda balkim Amerika davlati uchun bo'lsa-mu, ba'zan yerlarda foydasi deb qilish mumkin. Shu paychak bozorlariniki yoki Amerikaniki pul paxalliqlarini kontrol qilish jihatlarda foydasi tegib qilish mumkin. Agar paychak bozorlari qizib, baholarni o'rlatib, pul paxalliq ko'p kelib qolgan ishlar bo'lib qolsa, u chog'da bu Bitcoinlik mablag' silish vositasini chiqarib, buning mablag' solsanglar bo'ldi deb, shunday manipulate deymiz. Buni da foydalanib ishlatish mumkin. Bu jihatda sal endi menimcha qimmat yarata olishi mumkin deb qarayotgan birdan-bir nuqta. Qimmat yarata oladigan nuqtalarni so'zlayman, endi yana boshqa ba'zan nuqtalarni so'zlab beray. Birisi bo'lsa, menga sal qiziq tuyulgan yerlari, ba'zan shu Bitcoinning qiymatiga ishlanganlar deydi-ki, nima uchun shu Amerika davlatlari yoki boshqa davlatlar qonunlarni chiqarib Bitcoinni taraqqiy qildirmaydi? Nimda bu Bitcoin mablag' soluvchilarniki huquqini qo'g'daydigan qonunlarni chiqarmaydi, shu paychaklarga o'xshash, yo bo'lmasa Bitcoinning kelgusidagi taraqqiyot uchun shu qonunlarni chiqarmaydi deydi-ki. Endi mening kulgim kelgan yeri Bitcoinning o'zi bir decentralized, shu yerdan qimmat yarata oladi deb qaralyapti. Bu hukumat kelib aralashib qonunlarni chiqarib qilsa, u chog'da bu coin decentralized bo'lmaydi. Hargiz hukumat aralashib qolgan bo'ldi. Shu chog'da u bir tarafdan men buniki qiymati nima deb turib, endi bir tarafdan uning qiymatini buzganlik kirdi deb o'zim sal qiziq tuyuldi. Yana birisi yana bundaq ahvollar bor. Masalan, decentralized bo'lganligi uchun bu Bitcoinlar bilan mablag' solib pul topsak, biz davlatlarga boj to'lamasak bo'ldi deb. Lekin hozir yaqinda nurg'un davlatlarda shu Bitcoindan yoki boshqa shifrli pullardan topgan pullarga cho'qim boj to'lash kerak deb deyilyapti. Andan keyin ba'zilar buni Bitcoinni o'g'irlayolmaydi, buning sistemasi kirolmaydi, hakerlar qilolmaydi deb qaraldi-ki, lekin yana mushlar o'g'irlanib ketgan mushlar ahvollar yuz beribdi. Bu jihatlarni men ancha tushunmadim. Andan keyin masalan shu yaqinda Charlie Munger'ni ba'zilar bilishinglar mumkin. Shu Warren Buffett'ning yinda turgan shirkatining ikkinchi qo'l boshlig'i. U yaqinda nima dedi degan chog'da, men Bitcoinning g'alaba qilishini xohlamayman. Men bir jinoyatchilarni ishlatadigan bir qimmatniki g'alaba qilishini xohlamayman dedi. Uning ko'z qarashi ham deymi shu hukumatlarni aralashmaydiganligi uchun balkim mush coinlarni ishlatib, burunmi bo'ptga boshda taraqqiy qilayotgan vaqtda, hozir shunday uqmayman. Mush ba'zan shu zararli chekimliklarni yoki qurollarni almashtiradigan yoki boshqa jinoyatlarni qiladigan yoki mafiya yoki cho'ng davlatlar, masalan Rossiya, yana bir davlatlarga uqtamay turib pullarni yo'tkaydigan ishlar bo'lsa yoki bo'lmasa terrorist organlar
muşlardan işletip, paydalanıp, hükümet başkurmağanlığı üçün bulardan paydalanıp, özünü güçlendirip, cinayetçilik işlerini qıp qalamı deb şunday deb ko'rilayotgan yerlari ham Charlie Mangan'ın şu tarafdan qarab etgan gaplari shu. Lekin men bu tarafni yana yaqinda izlanib baxtim. Ba'zilar yana bunda deydi. Bu mushu terroristlar odatda eng jiq ishlatadigan yana naq pul. Bu terrorist organlarni kontrol qilish uchun odatda iqtisodni kontrol qildi. Lekin odatda bular shu hukumatlarniki iqtisodni kontrol qilishdan qo'rqib, to'lisi naq pul ishlatgan. Lekin agar mushtaq bitcoinlik, mushtaq shifrli pullarni ishlasa, amaliyotda mening izlaganimdan topgan javobim o'ningda texmo osonroq topqil bo'ldi ekan. Track deymiz, tracking qilib izlanib texmo osonroq topqil bo'ldi ekan. Odatda shu banklarniki pullardan almashtirgandan bakrak bu bitcoinlarniki shifrli pullarnikini texmo osonroq topqil bo'ldi ekan. Hamda balkim bilmadim, yangidan hozir chiqayotgan nurg'un har xil coinlar bor, shifrli pullar. Masalan, bultur aran dunyoda 2000 xil shifrli pul bor. Bu yillar hozir 8000 dan ortiq, balkim to'xtamay o'rlayotgan bo'lishi mumkin. Shunchalik jiq shifrli pul bo'lib ketdi. Kundadagidek yangilanib shifrli pullar chiqyotdi. Shundaq yangidan chiqqan pullarni hukumatlar o'qimagan vaqtlarda shular o'zlari ashanda foydalanib, almashtirib qilib bo'lamdi. Menimcha yana bu jinoyatchilar tomonidan ishlatilish nisbati unchalik yuqori emasga biz o'ylaganimizdek. Ondan oxirida shu videoimning oxirida sizlarga bir yaqinqi shu bitcoin to'g'riliq chiqayotgan xabarlardan sizlarni xabarlantirib qo'yay. Masalan, shu yaqinda necha bitcoinlarga yaxshi emas xabarlar chiqyapti. Hozir bahsi shunchalik tushib ketibdi. Davomli tushdi deb qaralmoqda. Shunga hargizmi hozir bahsi tushib ketibdi deb osonlam kirib olmang. Bitcoin ya boshqa shifrli pullarni olmang. Chunki hamma shifrli pullarga ta'sir qilishi mumkin. Birinchi xabar bo'lsa Binance. Binance'ni biz bilamiz. Shu Xitoylarniki Bitcoin shifrli pullarni almashtirgan bir sahifa. Buningdan hozir dunyoda nurg'on odam ishlatadi. Lekin yaqinda shu Amerikaniki IRS degan organsi, ya'ni shu boj tizimlarini tekshiradigan organ bu Binance'ni tekshirib yotibdi. Ularningki deyilishida shu Binance'niki azroq pul yig'gan, bir qism pullarga boj to'langan ishlar bor ekan. Shu xabar chiqqandan keyin ta'sir bo'lib Bitcoin bahsi biroqlam tushib ketdi. Keyindan ondan Elon Musk'niki xabarlar chiqdi. Biz bilamiz Elon Musk shu 2-3 oydan boshlab nurg'un shu tweetlarni chiqarib Bitcoin to'g'riliq, shifrli, boshqa shifrli pul, andan keyin Dogecoin to'g'riliq jiq tweetlarni chiqardi. Men bu Dogecoin to'g'riliq Elon Musk'ning tweetlari to'g'riliq bir video ishlagan. Shundan qarab baxsingiz bo'ldi. Nima maqsadlarda ishlab shu tweetlarni chiqaryapti. Ondan masalan bir Elon Musk to'g'riliq bir tushuncha bersam, beshida Elon Musk o odamniki nazarsi odatdagi odamlarga ancha o'xshamaydi. U texmo jiqroq masalan o'zining shirkatini taraqqiy qildirish yoki pul tepishdan qaraganda texmo bakrak insonlarniki kelgusidagi hayoti uchun texmo bakrak o'ylashadi. Insonlarniki muhitiga yer sharini asrash degandek bu taraflardan texmo bakrak o'ylashadi. Shunga hozir muhitni asrash uchun elektronlik mashina, lekin agar yer sharining muhiti agar bak buzilib ketib qolsa, insonlarga texmo yaxshi bo'lish uchun Marslarga chiqib sayohat qilish yoki Marslarga chiqib aşağıda yashash uchun shu SpaceX degandek raketalik shirkatlarni quryapti. Ana keyin shu Neuralink odamlarning miyasiga o'zak o'rnatib har xil jihatlardagi iqtidorini oshirish yoki masalan kasallarni masalan rak kasal yoki qarg'u anglamaydigan odamlarniki ko'ra oladigan, anglay oladigan qilaoladigan mustaq texnik shirkatlarni quryapti. Uniki shifrli pullarga bo'lgan qiziqishi, u shu bir tarafdan shu odamlarning hayoti uchun ham osonlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin deb bu shifrli pullarga qiziqib kelgan. Lekin biz bilamiz Elon Musk shu 3-chi oylarda boshda Tesla'niki shirkatiniki naqd pulni chiqarib 1.5 milliardlik Bitcoin setib oldi. Bu
u vaqtida shunchalik g'ol-g'ol qilib ketdi. Shu cho'ng shirkatlarniki shu Bitcoin sotib olgan boshlamchisi bo'lib qilish mumkin deb qaralgan. Shu chog'lar Bitcoinning bahosi shunchalik o'rlagan. Keyin ondan yana sizlar Bitcoin bilan bizning Tesla mashinamizni sotib olsanglar bo'ldi deb xabarlarni chiqargan chog'da texnik g'ol-g'ol bo'ldi. Lekin yaqinda yana Twitch qilib biz hamda Bitcoin bilan bizning Tesla mashinamizni sotishni to'xtatdik deb xabar chiqardi. Andin 12 tushuntirilishi shu Bitcoinni qizib chiqarayotgan, ishlab chiqarayotgan shirkatlar ba'zan shu muhitlarni bulg'aydigan manba, masalan shu ko'ma degandek manbalarni ishlatib muhitni bak bulg'ab ketib beribdi deb o'zi ancha xo'shal emasligini ifodalab, biz shunaqa Bitcoinni sotishni, Tesla'ni Bitcoinga sotishni to'xtatdik dedi. Undan keyin yana necha kun o'tgandan keyin biz balkim bizning qo'limizga butun Bitcoinlarni chiqarib o'tishimiz mumkin deb Twitch chiqardi. Shundan keyin Bitcoinning bahosi texnik bakrak tushdi. To'xtamay tushyotdi. Jiq munozirlar bo'lib ketibdi. Ba'zilari Elon Muskni tillayotganlar, ba'zilari maqtayotganlar va shunaqa mening tavsiyam hozir hargizmi coinlarning hammasi tushib ketibdi. İşte avlayli deb kirib olmang. Men azaldan sizlarga qilib kelgan tavsiyam hargizmi o'zingizniki mablag' qurilmangizniki butun pulingizni ishlatib o'tmay, balki faqat 1% dan 5% gacha mablag'ingizni ishlatib shifrli pulga mablag' solsangiz bo'ldi deb kelgan. Men endi o'zim shaxsan ularga mablag' solmadim. Endi hozirgi tavsiyam shifrli pullarga mablag' solgan vaqtda ehtiyotchan bo'ling, bir necha vaqt kuzating. Meniki bu bergan tavsiyam shu. Sizlar bugun videoim sal uzun bo'lib ketdi, kechiringlar. Bitcoinni yaxshiroq tushuntirish uchun shuna vaqt ketirgan. Texnik bakrak tushuntirib so'zlab berishim kerakdi. Kelaqtim yeni ism kelgan yerlarni to'liqlab so'zlab berman. Agar sizningki menga qarshi ideyalaringiz bo'lsa, uni xijil bo'lmay ostiga inkaz yozsangiz bo'ldi. Ya bo'lmasa shu videoning ostida meniki Instagram sahifamniki ulanmiz va shu yerdan men bilan suhbat qilsangiz bo'ldi. Men shu o'xshamagan ideyalarni anglab, o'zimniki va azaldan anglab baxmagan ideyalarni anglab, o'zimning ideyalarimni o'zgartirib turishini yaxshi ko'raman. Hozirgacha to'xtamay izlanyapman, lekin men o'zimni qoyil qilgudek mushtaraflardan men so'zlab berdim. Bugun qoyil qilgudek yaxshi javoblarga erishamadim. Agar sizda meni qoyil qilgudek javoblar bo'lsa, men sizni qarshi olaman, men bilan suhbat qilishingizga. Agar videoimni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, boshmaltaqni besib chiqib o'ting. Meniki bu YouTube kanalimning taraqqiyoti uchun, algoritm uchun shunchalik cho'ng yordam bo'ldi. Ondan boshqalarga tavsiya qilib qo'ying, obuna bo'ling. Kelasi ko'rishaylik. Allohga emanet.